Assalomu alaykum, hurmatli Instagram obunachilari. Bugun 8-oktyabr Centrum Holiday'dan Farg'ona Madina umrachilarimizni umra ziyoratiga kutish arafasidamiz. Hozir Lutfullo hoji akam bilan biroz suhbat qilamiz. Bizdan uzoqlashmay turing. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona xalqaro aeroportidamiz. Centrum Holidays tur firmasining 8-oktyabr kuni Farg'ona Madina reysini qanday kuzatilayotganini siz obunachilarimizga taqdim etamiz. Do'stlar, mana hozir ijtimoiy tarmoqlar orqali hoji onamiz bizga aloqaga chiqdilar. 8-oktyabr Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha biz bilan shartnoma qilgan edilar. Hozir siz obunachilarimizga hoji onamizdan ozgina suhbat uyushtiramiz. Assalomu alaykum hoji ona. Assalomu alaykum. Hoji ona, biz siz ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib, YouTube kanalidan ko'rib, Centrum Holidays'da shu Marg'ilon ofisiga kelib, shu o'g'lim Lutfullajon bilan suhbatlashib, gaplashib, mana bugun ketyapman. Hoji ona, biz sizga aytgan 50 boshlarimiz birga olib chiqib ketadi degan narsalarimiz hammasi to'g'ri ekanmi? Hammasi to'g'ri ekan, rost ekan. Ishoninglar, insonlar haloli pok ishlashar ekan. Allohimga shukronalar, hamd sanolar bo'lsin. Har qanday insonlar bizga o'xshab shunaqangi umra safarlarga qaytib borishlik Alloh nasib qilsin. Hoji ona, biz sizga aytgan va'dalarimizni hozirgacha bo'lgan emas, hammasi bo'lyapti. Hammasi bo'lyapti. Allohga shukr, yetkazganiga shukr. Farzandlarimga rahmat, shunchalik olib kelib, shunchalik kuzatib, shunchalik sizlar bilan tanishtirganiga rahmat o'g'illarimga. Hoji ona, qayta borish sizga nasib qilsin. Ikkinchi marta ketyapman, xudo xolasa. Yana borsam siz bilan ketaman. Alloh sizga sizdan bizni nima qilib olamiz? Ana, rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bundan ham barkamol bo'lsin, o'sib unsin, shu firmalaring doim uchrashib yuraveraylik. Salomat bo'ling. Safarlarga borib. Kimga mana shunday xursandchilikda ota-onasini umra safariga jo'natmoqchi bo'lganlarga raqamlarimizni ekranda qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, joylarini band qilishlari mumkin. Hop, bizga obuna bo'lib, videomizga like bosib, do'stlarimizga, umraga boruvchilarga tarqatib qo'yamiz videoni. So'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman.